qonun loyihasini ko'ryapmiz. Shu bilan birga sog'liqni saqlash yo'nalishidagi bir nechta yo'nalishda mablag'lar o'tgan yilga nisbatan qisqaryapti. Misol uchun, spinal mushak atrofiyasi tashxisi qo'yilgan bemor bolalarga tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatish va dori vositalarini bepul yetkazib berish uchun 2026-yilda demak 220 milliard so'm mablag' ajratish rejalashtirilyapti. Bu mablag' 2025-yilga nisbatan 19% ga kamayyapti. Yoki bo'lmasam bolalarni hamda tug'ish yoshidagi ayollarni, homilador ayollarni va bola emizuvchi ayollarni profilaktik maxsus preparatlar bilan bepul ta'minlashga doir xarajatlar 42.8 milliard so'mni tashkil etyapti. Bu ham 2025-yilga nisbatan demak 75% ga kamayyapti. Hamda demak odam immuniteti tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni moliyalashtirish xarajatlariga 50 milliard so'm ajratish rejalashtirilyapti. Bu 2025-yilga nisbatan 42% ga kamayish nazarda tutilyapti. Ushbu xarajatlarni pasayishning asosiy sabablari nimada va kelgusida bu xarajatlarning kamayishi tibbiy xizmat ko'rsatish sifatiga salbiy ta'sir qilib qolmaydi? Spinal mushak atrofiyasi bo'yicha ajratilgan 2025-yildagi mablag' 200 milliard so'm bo'lib, 2026-yilda 220 milliard, ya'ni 208 milliard byudjet hisobidan va 14 milliard so'm mablag' jamg'armaning qoldiq mablag'lari hisobidan berilgan. Kamaytirish bu yerda umuman yo'q. Uni ustiga aytmoqchiman, agar qandaydir qo'shimcha mablag'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz boshqa manbalardan har bir bolaga familiya bu dorini yetkazib berib kelyapmiz. Kamayish yo'q bu yerda. Ikkinchi, bolalarni hamda tug'ish yoshidagi ayollarni maxsus preparatlar bilan bepul ta'minlash masalasi. 2025-yilda biz hisob palatasi bilan birgalikda bolalar hamda tug'ish yoshidagi ayollarni, homilador ayollarni va bolalarni emizuvchi ayollarni profilaktik maxsus preparatlar bilan ta'minlash bo'yicha haqiqiy ehtiyojlarini o'rganib chiqildi va shunga ko'ra 2025-yilning o'zida 45.1 milliard so'm haqiqiy ehtiyoj aniqlandi va qolgan 130.9 milliard so'm mablag'ni boshqa yetishmagan dasturlarga taqsimlandi. Keyingi savol, odam immuniteti tanqisligi virusi 2026-yil davomida OITSga tarqalishga qarshi kurashish tadbirlari dasturining 1-ilovasi 7-bandida biz ana shu og'ir kasallikni protokollarni eng zamonaviy standartlar asosida qayta ko'rib chiqish va uni joriy etish bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlikda 5.3 million AQSh dollariga loyiha kiritilgan va 26-yilda ushbu bandga mablag' loyiha hisobiga byudjetdan ajratilmagan, byudjetdan 50 milliard so'm mablag' ajratilgan. Demak, bu yerda ham kamayish yo'q. Va yana bitta otolaringologik xizmat bo'yicha ham masalamiz bor. Bu masalada ham go'yoki kamayganga o'xshaydi, lekin men alohida aytmoqchiman, 2025-yilda 6,5 million AQSh dollariga otolaringologiya markazi va uning ilmiy amaliy laboratoriya eng zamonaviy asbob-uskunalar bilan to'liq ta'minlandi va 26-yilda bu xarajatlar kiritilmadi, balki barcha davolash ishlariga yo'naltirilgan.